Assalomu alaykum hammaga. Gentra Dixosi kunduzgi smenidagi lampochkasi yonmay qolgan. Buni Raspinovka bo'yicha qidirib kelindi. Qidirib topildi. Kabeli glavniy katta shtekerdagi o'ng tarafdan eng oxirgi burchakdagi Dixoni pitaniya kabeli bo'ladi. Xo'p, bu relesi bo'ladi. Relesi mana bu joyda o'raliqda o samarangizni pastida shundayga qatgan bo'ladi. Shtekер u tarafga qaragan bo'ladi. Buni tekshirib chiqildi. Bu yerga bitta rezistor qarshilik qo'yiladi. Mana shu tranzistorda ikki o'ng taraf va chap taraf noshkasiga qarshilik qo'yiladi. Shu bilan zavodskoy deb turadi. Bu yerga relay qo'yib bersak ham bo'lardi, lekin egasi xohlamas. Zavodskoyni tiklab bering dedi. Qidirib topib, tiklab, qayerda nimasi, qanaqangi muammo bo'lgan bo'lsa, hamma yo'g'ini tekshirildi. Zavodskoyda ishlayapti. To'g'rilasa. Bitta o'chirib yuborasizlar. Bitta o'chirib yuboring. Fatfanlikni o'qinchi. O'tating. Fatfanlikni o'qinchi. Bo'ldi, zavodskoyda ishlayapti.